Assalomu alaykum. Hurmatli fuqarolar, Nafaqat Bera boshqarmasi o'zimiz bo'lgan format. Bugungi sayyor uchrashuvimiz Paxtakod mahallasida bo'lib o'tadi. Endi bu uchrashuvimizni ma'nosi, mazmuni haqida to'xtalib o'taman. Hurmatli prezidentimiz tomonidan tijorat banklari vazifalar yuklatilgan. Qanday vazifa? Masalan, davlat tijorat banklari 9 dona davlat tijorat banki bor. Bizlar tumanimizda Bag'at tumanida bo'lsa 4 bank var asosiy. Xalq, Mikro, Agrobank va Alokabank var. Şu 4 tane banka 41 tane mahalla var. 43 tane mahalla var. 43 tane tumanlar, 43 mahallen bölüp verilgan. O'sha banklara. Endi bu banklara bölüngenden keyin qanday vazifalar bor desa, yuklatildi shunday vazifaki her bir mahallada bir tane agent joriy qildi. Ya'ni agent bo'lsa bir qizimiz. Bular üstünden nazaret kıluvchi 4 tane, 3 tane bankirimiz var. Ular herkesinden 4 tane mahalle belirtip bergan. Bu yigit sanatda. Endi bular nima qiladi mahallada o'tirib degan savolga javob shuki, bular mahallaga o'tirib, ya'ni ko'chama-ko'cha giradi. Xohishi bor ayollarimiz bor, xohishi bor erkaklarimiz bor, hamma mablag'i yo'q, puli yo'q. Qaysidir ayollarimiz qo'lidan pishiriqchilik qilish keladi, qaysidirlardan tikuvchilik keladi. Lekin asbob uskunasi yo'q yoki tikish mashinasi yo'q. Bu qizimiz, bu yigitimiz girib birin-birin sizlarga reklama qilib, o'zingiz band qilib 50 milliongacha jismoniy shaxslarga kiritimiz bor. Ya'ni mashina qiziqadigan bo'lsa, tikuv mashinadan 5 milliondandir, 7 milliondandir tikuv mashinalari 3ni 4dan olib berganingizda uchini chiqarishingiz mumkin. Yoki salonchilik qilishingiz mumkin. Ve herkese Türk'ü eğer aytadigan bo'lsa, shuning uchun bundan tashqari yuridik korxonalar bor, 100 milliongacha garovsiz kiritimiz bor. Yuridik maqomga ega bo'lish kerak. Ya'ni borib yegana darajadan ro'yxatdan o'tish kerak. Bundan shu salonchilik qilasizmi, boshqa narsa qilasizmi, do'kon ochasizmi, farqi yo'q. Hamma qaysi yo'nalish qilaman desangiz, istagingiz bo'ladigan bo'lsa, shular bajaradi, joriy qilib beradi. Endi o'tgan yili aytadigan bo'lsa, 2000dan pasti 2,5 mingdan ziyod odamni o'z-o'zini band qildirdi, ish bilan ta'minladik. Bu ham buning ichida 100 dan ziyodi sizlarni mahallangizga to'g'ri keladi. Endi yana bir narsa haqida to'xtalaman, o'z-o'zini band qilish degan narsa o'rtoqlar o'zlaringizdan tavsiya qilamiz. Qo'shni ava qarindosh to'g'rilaringiz ham. Bu hozir kunda ishsiz o'tirgan odamlar ko'p. Agar o'z-o'zingni band qilib 412 ming so'm, 450 ming so'm to'lab qo'ysan, sana stajingga staj qo'shiladi. Ertang pensiyaga chiqish hammamizga nasib etsin. Shu vaqtda 1 million emas, 2 million so'm pensiya olishning ehtimoli bor. Staj kerak bo'lmaydi. Shuning uchun u narsani ham bir o'zlaringiz ham qo'shni ava yerlar hammaga reklama qilishingizni bildiramiz. Bundan tashqari yana xohishingiz bo'ladigan bo'lsa, kreditlarimiz bor, bemalol. Sizlar shular xohlasangiz bankga boringlar, xohlasangiz yana biznes o'tiradi. Shu mahallaga kelib murojaat qilishingiz mumkin. Kimda bank kredit degan savol bo'lsa, bemalol ma'lumot berishingiz mumkin.